Kvartiramizni narxini aytib ketamiz. Bu detskiyda balkonga olib chiqildi. Xullas, oshxonani balkonga olib chiqib, chona qilib qo'yilgan. Marg'ilonda Kaminatda Gayi ko'chada Gayi ko'chaga kirgan 23 bitay bor, 23 bitayda oldida ikki xonali chona qilingan taxtapolli 2-etaj 2 xonali skvoznoy kvartiramiz. Kvartiraning holatini ko'ryapsizlar. Narxini 24 ming kami bor. Prosta narx aytilyapti. Bemalol telefon qiladilar, kami bor ekan. Holati mana. Hop, bu spalnigimiz. Remontlari tuzuk, shunga kirashaveradi. Saminglarning taxtapol ekan. Hop, mana yerda mana detskiyimiz. Mana holni ko'ryapsizlar. Mana yerda mana sanuzelimiz. Sanuzelga bitta remont qilib yuboradigan holatda. Kirishimizda mana holni ko'ryapsizlar. Mana lustrali, eski lustralardan oldingi qadimiy. Uyda qandaydir fayzi bor ekan, narxini 24 ming kami bor deyapmiz. Telefon qilsanglar, xudo xolasa baraka qilib olamiz. Pastki raqamlar barakaga. Telefon qilaverasizlar.